This is canola. Turpog'i ham bizni turpoqqa o'xshar ekan, bir xil ekan. Faqat mehnat o'xshamayapti. Mixed canola. Ishlash kerak, islohot. 35 sentga tushadi rasxod. Aha. Endi 3-4 dollardan sotadi. When the people come to pick. The first 50 feet is nothing. In the middle of the field, Mana biz O'zbekistonda dehqonlar, yer egalari, fermerlar, sabzavotda shug'ullangan dehqonlar juda katta tajriba asosida ketyapti bu ishlar. Tushungan odamga. Karamdoz 15 xil bor ekan. the biggest player for this kind of thing. Ko'ramiz. Can I see one? This crop is not the bottom. It's not the bottom. Oh, it's starting. So no. Oh, you use it this one. The top. But top. next year. Mehnat qilish kerak bu turpoqqa. Mehr beryapti bular. Yerda aldamayapti-da. Hamma to'g'ri Yerga nima kerak beryapti? beryapti. Oldin mehrni beryapti, keyin yer ham mehri bilan daromadi bilan beryapti. April. Islohot.